jonlar, sizlarga yangi model dvoykamizani skidka narxida e'lon qilamiz. Qizlar, videoni oxirida sizlarga narxlarni aytib o'tamiz. Qizlar jonlar, mana shu kofta yubkamiz, dvoychkamiz. Shunaqangi chiroyli model, ko'rasizlar. Yonlarida chumchalari bor, shunaqa tugmachada, yenglari mana manjetli qizlar. Yubichkalarni ko'rasizlar, ranglar вообще asal. Tepasi gulli, yubkasi однотонный qizlar. Juda ham chiroyli turadi kiyganinglarda. Mana rasvetkalarni hozir bitta ko'rsataman. Mana yubkasini kengligi, uzunligini ham bitta ko'rib baho beringlar qizlar. Mana fistashkoviy rangi, fistashkani yaxshi ko'radigan opa-singillarim uchun bu rasvetkasidan ham olib kelib qo'ydim qizlar. Yaxshilab ko'ringlar. Buni skidkada narxida beryapman hozir, skidka qilib. Sizlar uchun faqat meni obunachilarim uchun shunaqa narxda qilib beramiz qizlar. Mana ko'rasizlar, bu rasvetkasi, kirpichniy rangi. Bu ham chiroyli turadi qizlar. Mazahkaslar, materiali xb Lyon. Pekin fabrichniy qizlar, kачествоsi lyuks kачествоda chiqqan. Mazahkaslar, mana bu rangi, cho'koq rangi ham juda ham go'zal turadi qizlar kiyganinglarda. Polniy mana hamma yoq xb qizlar, mazahkaslar, shunaqangi yubka material вообще zo'r qizlar. Yubkaslar kirishmaydi, rangi chiqmaydi. Asosiysi o'zini sifatini yo'qotmaydi qizlar jonlar. Eng zo'r dvoykalar faqat bizda mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu rasvetkalar qoldi. Qizlar, masalaga hozir mana bu kofta yubkamizni ham skidka narxida qilib beramiz sizlar uchun. Qizlar jonlar, mana ko'rsanglar bo'ladi. Yubichkasi однотонный qizlar, razmerlari 46 dan 54 gacha bemalol to'g'ri keladi. Bular standart Xitoy fabrichniy, kачество super luks kачествоda chiqqan qizlar jonlar. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu rasvetkasidan bitta dona qoldi. Ulgurib olinglar. Skidkaga tushdi bular ham qizlar.